Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar? Bu yerdaman. Ko'rib turibsizlar, mana shu formatda video qilishga qaror qildim, chunki bu yerdagi asosiy qahramon men emas, balki qahramonlarimiz mana ekranda ko'rinib turishibdi. Demak, bu kishi doktor Hamid Sodiq hamda bu yerdagi qosh qora, ko'zi qora ikkita millatdosh singlimiz. Shu bilan birga o'zbekistonlik bo'lsa kerak. Xo'sh, Parda degan podkastligisi bor ekan. Mana shu podkastga doktor Hamid Sodiq, siyosatshunos, millatparvar inson shu podkastga kelib intervyu berganlar. Mana shu bu intervyu 2025-yil fevral 20-sida demak chiqqan ekan. Shu nima deydi, podkast epizodi ortidan bir qancha ikkita guruh xullas kalom ajralib qolgan. Bir guruh aytganki, bu Hamid Sodiq bizga feminizm olib kiryapti, nima qiladi bunaqa joylarga borib deb. Yana boshqa tomon doktor Hamid Sodiq tomonlari bo'lsa, bu ikkita singillarimiz savollari bo'lgan feminizm haqida. Shuning uchun ham kirib mana shu podkastga kelib ba'zi bir narsalar, ba'zi bir tushunchalarga oydinlik berib ketganlar deb. Endi men bu videoni qilishimning asosiy maqsad nima deydi, meni prosta yomon o'ylantirgan narsa o'sha boshqa tomonni kommentariyalarni o'qidim. Bitta video ham ko'rdim. Doktor Hamid Sodiq ovozlariga sintezla qo'shib, ularni xuddi bir astag'firulloh tavba qildim, shaytondek ko'rsatishga urinish bo'lgan. Men umuman kutmadim. Ya'ni kommentariyalarni ham o'qib chiqyapman. Alloh so'zi bor, ya'ni bizani yaratgan zot Alloh taolo. Shu bilan birga Muhammad payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislar Qur'oni Karimdan keltirilib, tuhmat, g'iybat, so'kish, ya'ni bitta gapni o'zida men bilmayman yoki bunaqa kommentariyalarda o'tirmaymanmi ko'p. Men ya'ni juda ham hayron qoldim. Ya'ni qanaqa qilib ham so'kasiz, ham g'iybat qilasiz, ham tuhmat qilasiz, ham Alloh taolo so'zi bor, ham Qur'oni Karimdan oyatlar, hadis sharifdan ya'ni namunalar keltirilishi mumkin deb. O'shandan keyin ancha ajablandim. Keyin mana shu podkastni ko'rib o'zim ko'rib chiqay dedim. Shu Parda podkastda ikkita qosh qora, ko'zi qora millatdosh, vatandosh singillarimiz tomonidan olib borilar ekan. Faqat shu epizodini ko'rdim. Xullas kalom, menimcha bu singillarimiz o'zlarini feminist deb atashadi. Hamid Sodiq o'zlari taklif qilganlar, ya'ni kelinglar shu haqida suhbatlashamiz deb. Mana shu bo'yicha suhbat bo'lgan. Nima deydi, menimcha bu yerda ilmiy dialog bo'lgan. O'zi feminizm haqida boshqa shayxlar ham gapirishgan. Masalan, Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahimahulloh gapirganlar, Hasan qori, Husayn qori yoki Abdulloh domla gapirishgan. Ya'ni o'zlarini bosib olib, Qur'oni Karimdan, hadis sharifdan misollar keltirib gapirishgan, lekin bu yerdagi dialog asosan ilmiy ommabop bo'lgan. Ya'ni o'sha masalan feminizm qayerdan chiqdi? G'arbdan chiqdi. G'arbda o'zining olimlari bor. O'sha olimlarini ishlaridan iqtiboslar keltirilgan. Endi Qur'oni Karim, hadis sharifni o'qimagan odamga uni birdaniga berib keta olmaysiz. Ya'ni ularni o'zini kelib chiqqan background deymiz-ku, o'sha ular iqtibos keltirayotgan adabiyotlardan o'zingiz keltirib, yana o'sha adabiyotlarni keltirib, ya'ni ularga o'sha argumentiga counter qarama-qarshi argument berasiz. O'zi umuman ilmiy nuqtai nazardan qarama-qarshilik bo'lsa juda ham go'zal, lekin millatdoshlarni bir-birini boshqacha fikri bo'lgani uchun bir-biriga dushman qo'yish bu yaxshilikka olib kelmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun ham doktor Hamid Sodiqqa men ya'ni iltifotlar etmoqchiman, rahmat demoqchiman. Mana shunaqa millatdosh singillarimizni oldiga kelib, bunaqa millatdosh singillarimizdan juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki globallashgan dunyoda yashayapmiz. Nima deydi? Ko'pchilik farzandlarimizga, men o'zim Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayman. 3 ta qizim bor, Allohga behisob shukr. 3 ta qizim misol uchun so'rab qolishi mumkin, feminizm nima o'zi? Nimaga bizga kerak emas yoki nimaga bizga kerak degan ma'noda. O'shanda javob berishim kerak. Ya'ni feminizm bu prosta bunda ishlatadigan termin emas bu. Yoki misol uchun O'zbekistonda ming afsus oilalar ajralyapti. Ayol kishi bitta o'zi qolib ketsa, bo'pti, bundan men feminist bo'laman deyishim mumkin. Yoki qaysidir feminist odamga ilhomlanib, qizlar bo'ldi, men feminist bo'laman deyishim mumkin. Yoki meni juda ham achintiradigan narsa, o'sha Million Design, Bravoga o'xshagan jamoalar chiqib ayol kishini mavqeini, muqaddas ayol kishi mavqeini, onamiz bo'lsin, singlimiz bo'lsin, opamiz bo'lsin, qosh qora, ko'zi qora singillarimizni sahnaga olib chiqib, beldan past mavzudagi askarlarni aytib, ularni narsa sifatida namoyon qilish o'sha ommalashib boryapti. Shuning uchun ham anaqa nima deydi, bularni ko'rgan ba'zi bir o'qimishli singillarimizga qara, o'zbek jamiyatida men shunaqa mavqega ega ekanman deb sahnaga olib chiqib, meni xohlasang birma-bir tushuntiramiz, xohlasang gruppaviy bo'lib tushuntiramiz degan askarlarni aytsa, erkak kishilar kulyapti. Nima, men erkak kishini qulimanmi degan ma'noda. Ya'ni shunaqa bo'lib ketishi mumkin. Chunki hozir hamma ham muammo g'arbdan kelayotgani yo'q. O'zbekistonning ichidagi bir xil ijtimoiy muammolar bor. Ana o'sha muammolar tufayli ham mana shu feminizm rivojlanib ketishi mumkin degan tasavvurga egaman. Menimcha shuning uchun ham Hamid Sodiq kelib
mana shu ikkita yosh olima singillarimiz bilan mancha suhbat qilmoqchi bo'lganlar. Juda ham zo'r ilmiy ommabop suhbat bo'lgan. Ya'ni aytmoqchimanki, siz u yoq tomon bo'lasizmi, bu yoq tomon bo'lasizmi, anu sintez qo'shilgan ovozlar qilib Hamid Sodiqni yomon odam otliq sifatida ko'rsatayotgan podkastlarga ishonmasdan o'zingiz kelib mana shu yerda tomosha qilishingizni tarafdoriman. Keyin menga yana juda ham yoqdi. Mana bu yerda ukalarimiz, balkim ham nima deydi do'stlarimiz Hamid Sodiq bilan xuddi shu mavzu haqida 11 minutlik mana bitta shorts bor ekan. Ya'ni juda ham zo'r savollar berishgan. Men juda ham qoyil qoldim mana shu millatdoshlarimizga, chunki yaxshi eshitishar ekanda. Ya'ni eshitayotgan paytda bir xil paytda Hamid Sodiq bunaqa demoqchimisiz, unaqa demoqchimisiz deb, ya'ni aniqlashtirish uchun ingliz tilida clarification questions deymiz-ku, mana shunaqa aniqlashtirish bo'yicha ham savollar berishga menga juda ham yoqdi. Agar mabodo vaqtingiz bo'lmasa shuni mana bu podkastni ko'rish kerak. Xo'sh, xullas kalom, meni asosiy nima deydi, olgan narsalarim bu yerdan, ya'ni bu qizlarga qarab mana shu feminizm, o'zim feministman degan, feminizmga qiziqaman degan singillarimizga qarab aytayotdilar-da, jiddiy shug'ullaninglar debdi. Men bunga qo'shilaman, chunki akademik mavzu sifatida oldingizmi, jiddiy shug'ullaningiz. Chunki nimaga siz to'g'ri yo'l qayerdaligini bilmoqchisiz. Kim to'g'ri yo'l qayerdaligini bilmoqchi bo'lsa, jiddiy shug'ullanish kerak. O'zlari ham 15 minutcha o'sha feminizm antropologiyasi haqida, tarix haqida gapirib o'tganlar. Chunki bu juda ham chalkash mavzu. Juda ham men misol uchun men bu olima ayol Karen Armstrong, irlandiyalik, o'zini feministkaman deydi. Muhammad Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqlarida kitob yozgan. Kitob sarlavhasi shunaqaki, A Prophet for Our Time. Ya'ni ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy muammolarga yechim topish uchun hozirgi bizga Muhammaddagi odam kerak deb Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam haqlarida kitob yozgan. Bo'lmasa feministka ayol odam. Shartmidi bunga mana shunaqa kitob yozishda? Tarixchi mashhur. Yoki yana misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida, men o'zim ham tushunmayman, bir xil misol uchun olima ayollar bor, turmush o'rtog'i bor. Turmush o'rtog'i bilan juda ham zo'r yashaydi. Farzandlari bor, farzandlarini katta qilyapti. O'zini feministkaman deydi, lekin katolik, dini bor. Ya'ni dinda bu farzandlaringizni yaxshi katta qilmoqchi bo'lsanglar, din bilan tanishtiringlar, Xudo bilan tanishtiringlar deb nima deydi, mana shunaqa tavsiyalar beradi. Men o'zim ham tushunmay qolaman-da. Ya'ni aytmoqchimanki, ilmiy ommabop jihatdan bu voy men bilan feminist deb u tashab ketadigan termin emas bu-da. O'sha nima deydi, Qur'oni Karim, hadis sharifdan argument beryapsiz, juda ham yaxshi. Lekin bunaqa millatdoshlarimizga ilmiy ommabop bo'ladigan bahsda, uzr so'rayman, ilmiy ommabop bo'ladigan bahsda doktor Hamid Sodiqdagi odamni kelib jiddiy shug'ullaninglar bu mavzuda deyishlari, bu yaxshilab o'rganinglar, pala-part chiqaramanglar degan. Ikkinchisi bo'lsa, aytibdilar-da, Qur'oni Karimni yod bilgan ayol kishilarni ham taklif qilinglar. Qur'oni Karimni yod bilgan, tushungan ayol kishilarni ham taklif qilinglar dialogga deyaptilar. Ya'ni ular bilan ham gaplashinglar, sizlar ham ajratib qo'ymanglar boshqalar ajratgandek deb. Yoki din ahllari bilan ham suhbat qilinglar deyaptilar. Mana shu podkastda shu aytilganda, menga juda ham yoqdi shu. Shu bilan birga bitta joyda shunda tashab ketdilar. Endi nima deydi, o'sha aytolmayman-ku, o'sha misol uchun Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlarini eshitish uchun, Hasanxon qorini, Husanxon qorini, Abdulloh domlani eshitish uchun ham sabr kerak ozgina. Ozgina nima deydi, bilim kerak. Xuddi shunga o'xshab doktor Hamid Sodiqni eshitish uchun ham bilim kerak, sabr kerak ozgina. Birdaniga qatdandir kichkina videolarni olib nima deydi, tarqatish, bu menimcha yaxshilikka olib kelmaydi. Bizlarni millatdoshlarni ajratib yuboradi bir-biridan-da. Lekin yosh avlodda ham nafsoniyatiga tegadi. Kerakmi menga shu dinning dedi. Kerakmi menga, nima qilib beryapsan, sen qara, men ilm o'rganmoqchi emasman, meni reski do'zaxsan, kofirsan, mana shunaqaga chiqarib yuborsan degan ma'noda-da. Ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki global dunyoda yashayapmiz. Menga o'sha oxirgi bergan narsalar aytibdilar, xo'p, feministsiz, ayol kishi sifatida umuman eram kerak emas sizga, farzand ham kerak emas, baxtli bo'lasizmi, bo'lmaysizmi degan savolni ham bunda tashab ketdilar. Yani mana shu intervyuda, ya'ni baxt olib keladimi sizga, olib kelmaydimi? Bu yana bitta boshqa savol deb-da. Ya'ni aytmoqchimanki, bu agar misol uchun imенно mana shu epizodini ko'rmasdan turib doktor Hamid Sodiqga tuhmatlar qilish, bu faqat bizani millatdoshlar o'rtasida ajralishga olib keladi. Yosh o'sib kelayotgan avlodga nima deydi, argument orqali emas, balkim kuch, nafsoniyatga tegish orqali yutish mumkin ekan degan mesajni beradi. Shuning uchun ham bu videoni qilishga qaror qildim. Uzr so'rayman, lekin nima deydi, cho'zilib ketdi.
hammamizga omad. O'sha duo bor-ku, Allohim bizga to'g'rilikni to'g'riligicha ko'rsatib bunga ergashtirsin. Allohim bizga yovuzlikni yovuzligicha ko'rsatib bundan bartaraf qilsin. Hammamizga farzand tarbiyasida, iymonli, insofli inson bo'lishda hammamizga omad tilayman, o'zimga ham. Rahmat.